Assalomu alaykum, hurmatli isbermeler. Bugungi kunda isbermelerimizga qulaylik yaratуу maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ministerlik Kabinetining 2025-yil 31-iyuldagi isbermelik subyektlarine tutas aymoqlarda mavsumlik foydalanuvchi chulkilma suruvda bundan bulay da apaylashiruv ilojlari haqidagi 478-sonli qaror qabul etildi. Qaror tekarında ulama ovqatlanuv, savdo ham xizmat ko'rsatuv taravi isbermeleri o'z imoratlarini tutas yer uchastkalari ham mamlakatlik uyumlarga turaqli foydalanuvga berilgan yelatli punktlarning ulama foydalanuvdagi yerlerinden mavsumlik kommersiялық жұмыс uchun haqi to'lov tekarında ijara esasida foydalanish mumkinchiligi yaratildi. Bunday imkoniyatlardan foydalanuv kimlarga ruxsat beriladi degan so'rov tabiiy. Bunda ulama ovqatlanuv imoratlarına, savdo do'konlari, xizmat ko'rsatuv shoxobchalarına ruxsat beriladi. İjaraga beru tartibi tömendegisi amalga oshiriladi. Ijara shartnomasi tegishli tartibda Soliq komitetining elektron sistemasi orqali amalga oshiriladi. Auksionsiz to'g'ridan-to'g'ri ijaraga olib, obyektga tutasgan hamda obyektga 5 metrga chekimli maydonlar. Bunda har bir kvadrat metr uchun shartnoma muddatiga qaramasdan yer solig'i stavkasining 3%sidan chekimli miqdorda ijara to'lami to'lanadi. Bu qarorga tekar yer uchastkalarini kommersial iskerlik uchun ijaraga beru bu yer uchastkalarini ajratuv hisoblanmaydi. Hamda yer uchastkasida imorat yoki obyektlarni quruv, sonday ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni mamlakatlikdan o'tkaruv huquqini bermaydi. Tek qana yengil konstruksiyada qurilmalarda quruwga ruxsat etiladi. Agar ajratilgan yer maydonlarining ijara to'lami o'z vaqtida to'lanmasa hamda belgilangan maqsadda foydalanilmasa, tuzilgan shartnoma bekor etuvga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida o'zini tegishli bo'lmagan yer uchastkasida rasmiy emas turda kommersiялық жұмысын amalga oshirib atgan 908 dana isbermelik subyektleri qatlovdan o'tkazildi. Bu yer o'rinlarida kapital qurilish quruv, injenerlik kommunikatsiyalarga ziyon keltirmeu, piyodalarga tez yordam hamda xizmat mashinalarına to'siq qo'yuga ruxsat etilmaydi. Saqlab sotuv ham ulama ovqatlanuv qoidalarini amal etuv shart. Bu haqida qarorda aniq ko'rsatib o'tilgan. Hurmatli isbermenler, agarda sizda usul qaror bilan isbermelik subyektlaringizga tutas aymoqlardan mavsumlik foydalanuvda chulkilma surmoqchi bo'lsangiz, kadastr uyumlarının qala ham rayondagi filiallarına o'z usunununuzni beruvingiz mumkin. Filial ham tegishli javobgar mekameler sizin usununuzda belgilangan tartibda ko'rib chiqadi.